Man neçki yaqi mush lazji xojimiyaning tegimin to'xtamay ayta qilib, mushni qo'rishni bir yutib qo'ysangiz bo'ldi degan güzellerim uchun men bugun oddiy usulda uyda yeyishlik qilib lazji xojimiyan qo'rish usulini olib keldim. Rostga qilsam mening tunji qitim qo'rishim, lekin tam ajoyib yeyishlik bo'pti. Sizlarning oiladan men qo'rgan mush usulni chuqum qo'rib bir sinab yiqinglar, tam tilinglarda qamısman men qaynamsamiz birlikda ginayli. Oldi bilan ehtiyojimiz qarta to'g'ri go'sht tayyorlab, qaqchonliqni to'g'rab olamiz. Boshqa ketarli qo'shimcha materiallarni ekranda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olamiz. Tafsilotini ekranga yozib qo'yma. Ondan boshqa cho'ng ustamni xojimiyasini bir bo'laq yoki ikki bo'laq tayyorlab olamiz. Orqadan to'g'ri go'shtni suvdan o'tkazib bir qaynatib etamiz. Go'shtni suv silib, azroq limon suvi berib atgandan keyin qaynatib, buni suzib elib issiq suvda pakiz chayqab etib, suyni sayqitib tayyorlab olamiz. Suyni cho'qqum bek pakiz sayqitib etamiz. Bu biz qo'rg'a vaqtda maycha jirab ketadi. Ondan keyin xojimiyaning chupini qaynoq suvda 1-2 minut qaynatib, buni pishirib, suzib elib tayyorlab olamiz. Orqadan qozonga muvofiq may qo'yib, may qizigandan keyin bir qo'shq atrofida shikan silib, aralashtirib ko'pik chiqqandan keyin go'shtni silib, go'sht qizarg'ich qo'rib olamiz. Go'shtning suvi qechib, mushundaq qizarg'icha savirchalik bilan yaxshi qo'rib olamiz. Undan keyin kavavichin, lapiza, samsaq, zanjibillarni bir vaqt silib, mizlik purqichiqcha 4-5 minut atrofida ravurus qo'raymiz. Chuqum uzunroq qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning lazji tetqusdan bir qo'shiq silib, mav qo'rim cho'p emas, mushun qizilroq chiqish uchun bir qo'shiq chanig'an laz silibmiz. Undan boshqa xojimiyaning tetqusini silib, qizilmay chiqishi yaxshi aralashtirib qo'rayilib, bir chin atrofda qaynoq suv qo'yib, tön o'tqidan shab 5-6 minut qaynatib, suyni yaxshi pishirib olamiz. Oxirida yeshil laza, azroq so'ng piyoz, xojimiyaning chupini bir vaqt silib, xojimiyaning chup qizarg'icha 1-2 minut qo'rib atgandan keyin taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Xojimiyan tetqus bilan lazji tetqusning o'zining tuzi bo'lg'ashqa ortiq tuz solmadim. Uyda sizlar qo'rg'a vaqtda tuz ta'min tetib yiqib, tetmagan vaqtda anadagi tuz solsanglar bo'ldi. Tam pek peyz bo'pti. Sizlar oil chuqum sinab yiqinglar.